ilgarigi johiliy birlashtirishlar bilan birlashtirmaganlar. Hozirda ham ba'zi bir kishilar bir bo'lib yashashlikni xohlashadi. Hamma bir bo'lib yashashlikka muvofiq. Lekin ba'zi kishilarning birlik degan ma'nosi shunga o'xshaydiki, biror bir mahallada shunday olim, shunday qoraka bo'lsangizki, Alloh saqlasin, odamlarning yaxshi suhbatida ham bo'lsangiz, u mast qiluvchi ichimliklarni ichayotgan suhbatida ham duo qilib o'tirsangiz, biror bir kishiga shariatga zid ish qiladimi, munofiqmi, kazzobmi, shunga qarab kulib, shularga muvofiq gap topib bersangiz, duradgorga duradgorcha, dehqonga dehqoncha, hammani ko'yniga muvofiq so'zlarni aytib bersangiz, mana shu odamni, ya'ni eng katta munofiq bo'lgan odamligini xohlashadi. Birodarlar, bu narsalardan Alloh saqlasin demoqligimiz.